Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan o'sha qaramlik to'g'risida, uning ko'rinishlari, turlari haqida gaplashamiz. O'zi qaramlik o'zi nima? Qaramlik o'zi inson erkini nimagadir bog'lab qo'yish. Shusiz iste'molsiz yoki ichkiliksiz yoki o'yinsiz o'sha yashay olmaslik. Qaramlik turlari ko'p. Men asosiylarni sanab berib o'tib ketaman. O'sha narkotik, psixotrop moddalar, sintetik giyohvand moddalarga, ichkiliklarga, igraman, qimorboz, stavkachilar deydi, o'shalarga o'sha 3 xil tur bo'yicha gaplashamiz. Qaramlik o'zi kasallik. Men ko'pchilikka savol berganman, bu kasallikmi yo boshqalar kasal degani uchun sen shunaqa o'ylaysanmi? Deganda ko'pchilik men shunaqa deysan, men shunaqa o'ylayman deb javob beradi. Lekin aslida bu kasallik. Qaramlik tanlov emas, bu rostdan kasallik. Bu qanaqa ishlaydi? Kasallik paydo bo'lishi 3 xil yo'l bilan. Birinchisi, ruhiy tushkunlik, qanaqadir tushkun kayfiyatga juda tez tushib ketish, masalan, bir kunda biznesini yo qanaqadir juda katta summani yoki nimadir yonib ketib, bir kunga tushib ketib, mana odam o'zini o'ldirish darajasigacha borgandagi tushkunlikda hissiyotlarni yuvish uchun o'sha nimadir iste'mol bilan bostirish. Ikkinchisi, atrof muhit. Atrof muhitdagi har doim o'sha o'rtoqlaringiz yo yaqin atrofdagilaringiz yo atrofdagi aura, ular hammasi zavisimiy, siz shunaqa kurukka qo'shilib qolsangiz, sizni o'sha kurukka tortib ketadi baribir. O'sha qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi degan gap xuddi shunga o'xshash narsa. Uchinchisi, gendan genga o'tishi. Gendan genga o'tadi. Qaramlik, kasallik har doim otadan bolaga yotadi. Sababi, men yaqinda bitta video ko'rdim. Bu videoda bitta doktor aytayapti, bola tarbiyasi onani qornidan boshlanadi deyilardi. Yo'q, unaqa emas. Bola tarbiyasi o'zi otadan boshlanadi. Chunki u genetik o'tadi. Uni tushuntirib beraman, qanaqa genetik o'tadi. Xuddi o'rtoqlaringiz bor, qaysidir o'rtoqlaringiz bayramlarga, yeb ichishga yoki qayergadir aylanishga qiziqadi, lekin qaysidir o'rtoqlar hech nimaga qiziqmaydi. Xuddi shunaqa narsada o'sha genetik o'tgan qaramlikda xuddi mana shu qanaqadir rohatga bo'lgan moyilligi bo'ladi. Hech qachon kontrol, nazorat qilib bo'lmaydi shuni. Bir marta qiladi, miyasi topib oladi. Qaramlik belgilaridan eng katta, juda kuchli o'ziga qaram qiladigan bu kasallik sababidan bittasi bu o'sha narkotik, psixotrop moddalar bilan alkogoliklar. Endi o'sha asosan narkomaniya bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, narkomaniya turida u qanaqa narkotik qanaqa ishlaydi? Bir marta miyaga berdingiz shu narsani, u hech qachon miya esdan chiqarmaydi. Miya faoliyatini buziladi. Hech qachon o'sha qaram odam yoki o'sha narkotik iste'mol qilgan odam yoki alkogolik iste'mol qilib nazorati yo'qotgan odam endi hech qachon oddiy odamday bo'lolmaydi. Sabablari xuddi bitta sharda ishirib, havosini chiqarganingizda u shar birinchi boshlang'ich vaziyatiga qaytib kelmaganda endi sizda miyangizda oddiy odamday bo'lib qola olmaysiz. Yoki yana bitta ta'rif beradigan bo'lsam, tuzlangan bodring hech qachon endi tirik bodring, oddiy boshidagi bodring bo'la olmaganda miyangiz endi xuddi shunday orqaga qayta olmaydi. Sabablari, bu qaramlik o'zi yana hissiyot kasalligi ham deyiladi. Bu odamda o'zi hissiyotlari bor, xursandchilik, xafa bo'lish, tushkunlik yo kayfiyat ko'tarilishi yo xavotir. O'sha narkotik bilan alkogol vositalari hissiyotlarni yuvadi, odamning ichidagi hissiyotlarni bostiradi. U qanaqa ishlaydi? Siz sun'iy ravishda Xudo bergan miyangizda masalan nimadir olib yo nimadir yeb yo kimgadir yaxshilik qilib xursandchilik, kayfiyat ko'tarilishi bo'layotgan narsani tushkunlikda o'tirgan joyingizda qanaqadir modda yo ichkilik bilan kayfiyatingizni o'zgartirasiz. Tushkunlikdan birdan kayfiyat ko'tarilishi, xursandchilikka chiqib olasiz. Xuddi shunday keyin shu narsani miya hech qachon esdan chiqarmaydi. Miyangiz biladiki, sizda shunaqa narsa bor ekanki, birdan tushkunlikdan kayfiyat ko'tarilishiga olib chiqadigan narsa. Menda ham xuddi shunaqa ishlagan. Har doim tushkunlik yo siqilish yo jahl, asab qanaqadir vaziyatlarda borardim, darrov ikkita tabletka ichardim yoki nimadir iste'mol qilardim. Menda hamma joyida bo'lardi, ishimni davom ettirardim.
Endi sizlar bilan qaramlikning ko'rinishlari haqida gaplashsak. Qaramlik o'zi 4 ta turga bo'linadi. Birinchisi o'suvchi, ikkinchisi tuzalmas, hech qachon tuzalmaydi. Uchinchisi o'ldiruvchi, to'rtinchisi gendan genga o'tuvchi. Birinchi o'suvchanligi haqida gaplashadigan bo'lsak, hech qachon masalan bitta moddani bir kunda masalan 0,1 grammdan boshlab faqat 1 yil davomida yo 1 oy davomida hech qachon shu bir xil dozada ushlab turamiz. Har doim o'sib, u boshqa narkotiklarga ulanib ketaveradi. 0,1 bo'lgan bo'lsa 0,3 bo'ladi, 0,3 bo'lgan bo'lsa 0,5 bo'ladi. Har doim katta doza talab qilaveradi. Ichkilikda ham xuddi shunaqa. Hech qachon bir kunda 100 gramm yoki faqat bayramlarda ichaman yoki faqat kechqurunlari ichaman, har zamon ichaman, u hammasi ishlamaydi u narsa. Qancha ko'p ichsangiz, u har doim oshib ketaveradi. O'suvchanligi haqida gaplashdik. Endi qaramlikni tuzalmasligi haqida. Qaramlik hech qachon tuzalmaydi, chunki miya odamni miyasida eforический pump deydi, rag'batlantirish markazi. Hech qachon esdan chiqarmaydi. Eng yaxshi kunni, eng yaxshi bergan narsani miya hech qachon esdan chiqarmaydi. Har doim shu narsani talab qiladi. Har safar sizda nimadirga borishdan oldin yo qilishdan oldin har doim sizdan shu narsani so'rab turadi. Hech qachon o'sha narsa deb faqat so'raydi. O'suvchanligini xuddi yuqorida misol keltirganimdek, o'sha tuzlangan bodring qaytib tabiiy bodring holiga qayta olmasligidek, kasallik ham shunaqa tuzalmas qolib ketadi umrning oxirigacha. Uchinchi ko'rinishi bu o'ldiruvchan. Odam har doim o'zini o'zi o'ldiradi. Xuddi men ham o'zimni o'zim o'ldirganim kabi har doim chakaman, har doim ichaman, настроением bo'lmaydi, tushkunlikka tushaman, yo o'zimga zarar beraman, ozib ketaman. Shunday kunlar bo'lgan hayotimda, o'sha bir haftaning ichida 7 kilogacha ozgan kunlarim. Xuddi shunaqa hech qachon his qilmaganman shu o'ldirayapman o'zimni, ertaga nima bo'laman, ertaga nima qilaman deb. Xuddi shunaqa bermaydi shunaqa narsalarni o'ylashga men. Va 4-bosqichi bu o'sha yana yuqorida aytganimdek, gendan genga o'tuvchi. Men qanaqadir kasallik bilan oila qurdim. Qanaqadir zavisimsim bor, har doim meni bolalarimda yoki bolalarimni bolalarigacha o'tadi. Bu ilmiy taraflama ham isbotlangan. Men boshqa joylardan ham bir necha marta surishtirib ko'rdim. Xuddi shunaqa gendan genga o'tuvchi moyillik bo'ladi. Endi qaramlikda alomatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, o'sha narkomaniya, alkogolizm yoki igromaniya, qimorbozlik alomatlari bor. Har bitta alomatlarning o'zini ko'rinishlari bor. Ichi juda katta mavzu bo'lgani qisqacha tushuntirib berib o'tib ketaman. Birinchisi aderjimist deydi ruschasiga, fikr bandligi. Har doim miyada bitta narsa turadi. Har doim iste'mol qilishim kerak, bir joyga borsam iste'mol qilishim kerak, borishim kerak, ichishim kerak yoki shu narsa bo'lmasa, shu yerda qiziq narsa bo'lmasa, har doim fikr bandligi. Boshqa narsalar, hayot, ish, oila ikkinchi o'ringa tushib qolish. Iste'mol birinchi o'ringa chiqib olishi o'sha aderjimist deydi, aderjim fikr bandligi. Ikkinchi ko'rinishi abstinensiya. Abstinensiya u lomka, buni o'zlari biladi hamma. Iste'mol bo'lmagan vaqti yoki iste'mol qilmagan vaqti ruhiy tushkunlik, depressiya, siqilish, jahl chiqishi, hech kim bilan gaplashmay qolishi, hech narsa yoqmasligi, qiziqishlarda yo'qolishi, o'sha hammasi abstinensiyaga kiradi. Uchinchisi egosentrizm bilan egoizm. Bu qaram odamlarda qanaqa ishlaydi? Egoizm har doim o'zini o'ylaydi. Chunki har doim o'zi pul topganini o'ziga ishlatadi, oilasidan ko'ra o'ziga ishlatadi, boshqalardan ko'ra qizg'onch bo'lib qoladi. U egoizmga kiradi. Egosentrizm qanaqa ishlaydi? Egosentrizm boshqalar bilan bo'layotgan munosabatlarning buzilishi. Chunki har doim u sizlar meni tushunmayapsizlar, o'ziga boshqacha qabul qilishni boshlaydi hamma narsani. Bitta misol bilan tushuntirib beraman. Sizni oldingizda bitta tort olib keladigan bo'lsam, egoizmingiz ishlaydi. Mana shu tortni kattaroq bo'lagini menga bersa, men maza qilardim. U egoizm. Egosentrizm qanaqa ishlaydi? Mana shu eng bo'lmag'ir joyini yoki eng sifatsiz joyini, hozir menga keladi, eng kichkina joyini boshqalar haqida noto'g'ri fikrga borish, o'sha egosentrizmga kiradi. Va 4-alomatlarning eng kattasi bu inkor qilish. Ruschasida отрицание deb ataladi, lekin bu inkor qilish juda
kasallikni tan oldirmasligini, o'sha tuzalishga bo'lgan xohishni yo'qligini, hech qachon o'sha muammosi borligini tan olmasligi, mana shu hammasi inkor qilishdan boshlanadi. Oddiy misol bilan tushuntirib beraman. Sizda zavisimiz kasallik bor, narkotik yo alkogol yoki tabletka, har xil psixotrop moddalarga qaramligingiz bor. O'sha alkogolizm, narkomaniya yoki psixotrop moddalar yoki sintetik giyohvand moddalarga qanaqadir qaramlik bo'ldi. Endi sizda har doim strah ketadi, boshqalar bilib qolmasligi kerak, boshqalar bilsa meni boshqacha o'ylaydi, boshqalarga bo'lgan munosabatlar buzilmasligi uchun sizda har doim inkor ketish bo'ladi. Masalan, sen iste'mol qilyapsanmi yoki sen ichyapsanmi, sen ko'p ichib qo'yyapsan ekan yoki sen ko'p iste'mol qilyapsan ekan, yo'q, menda unaqa emas, men hech qachon shunaqa qilmaganman. Har doim inkor ketish bo'ladi. Yana oddiy misol bilan tushuntirib beradigan bo'lsam, o'sha qaram zavisimiy odam boshqalar giyohvand moddalar tiqayotgan yoki ichib ko'chalarda yotgan ahvoldagi odamlarni ko'rib o'ziga o'zi aytadi, hech qachon men shunaqa bo'lmayman, shularga o'xshamayman deb. Mana bitta inkor. Xuddi o'sha odamlar ham xuddi sizdek o'ylab shunaqa bo'lmayman deb o'ylagan odamlar. Keyingi videolarimda bu qaramlikdan tuzalish, chiqish yo'llari, o'sha hayotga qaytish tartibi, bosqichlari haqida gapirib berib o'tib ketaman. Kuzatishda davom eting.